Obbo seni. Dadam shunday gaplar dedi degin. Ha, shunaqa. Ana bo'lmasa. Tavba. Bobo, Ha? shu ishga dadamni aralashtirmasdan o'zinglar hal qilib beringlar. Ha, o'g'lim, sen so'ramadingmi? Uylanishdan avval o'zingizam shunaqa ishlar qilganmisiz demadingmi? Yo'q. Obbo akami. Ota. Ha? O'zi akamning niyati nima ekan? Yoki biron bir og'aynisini qizini kelin qilmoqchimikan? Bilmasam. Bobo, uylansam faqat shu qizga uylanaman. Agar sizlar ham sovchilikka bormasalaring, Rossiyaga jo'navorman. Keyin qaytib o'pman. O'sha yerdan bir o'ris qizga uylanib kelaman. Iya. Biz boqamiz ikkisini ham deymizmi? Sizlar sovchilikka bormasanglar ham, ana, bobom bilan amakim ketishdi. Ishni bitirib kelishadi. Birato'la to'yni ham belgilab kelishayotgandir. Ye. Nima? Buning nima deyapti?